5-6 yil oldin xuddi shunaqa payt maktabga forma qilgani bozorga borardik ayam bilan birga. Shu har yili forma qilgani borsak ham, har yili shu keyingi yilga to'g'ri kelib qoladigan narsalarni terib kelardim, polniy. Bozorga olib borib olguncha tanlagan, aytgan narsani olib beraman deb, yo'q, va'daga vafo yo'q, akalar. Borgandan keyin u aya erkak bo'ling deyomiz. Tanlov qanaqa? Lyuboy bitta magazinga kirib, ana hunoni tanlagan, olib beraman shuni derdi. Ash tanlov. Variant bitta, zato tanlov sizniki. Oq ko'ylakli, yonboshida chizig'i bor shim bor-ku, qora shim. Dazmol shim. Talpada qolib ketsam dazmoli buzilmay. Ashnaqa shim. Keyin haligi kirasopka bering desam, yo'q deb turib tuflab beradi. Ustozing ming'illaydi, forma kiysin deb tuflab beradi. Uchi uzun, buratinani bundan ham uzun. 90-yilda hofizlar kiygan. Hammasini kiyib chiqsangiz, yomon maqtab, opa, o'g'lingiz uchun ekan, yomon yarashib qo'ydi deydi. Qayerda yarashadi? Hali paxta terimdan qochib kelgan bolalarga o'xshab qolardim haligi. Sigan lo'lilar to'yini ko'rsanglar, araq ushib olib bittasi qilib turadi-yu. Ashunga o'xshab qolardim. Zato bozorda oxirida shu shashli yerni mashinaga ursam qaytaverardim.